Yo, triklar, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan barchaning ko'ngliga birdek yoqadigan o'sha mashhur Toshkent Gumma xonimga tashrif buyurdik. Aytishlaricha, bu yerning ta'mlari endi mazali hamda juda ham zo'r atmosferaga ega bo'libdi. Qani bo'lmasa, ketdik, Toshkent Gumma xonimlarini yeb ko'ramiz. Ko'rib turganinglardek bu yerda yangilik bo'lyapti ekan, pizzalar ham tayyorlashyapti ekan. Aytgancha, eng asosiysi bu yer o'zini firmenniy soklarini, mana bunaqangi sharbatlarni ishlab chiqarishyapti ekan. Biz bu yerni xonimini yeb ko'ramiz. Bismillah. Haqiqatda ham xonim o'zgaribdi. Xamirlar yupqa bo'lib, mehr bilan tayyorlangani endi bilindi, to'g'risi. Gap bo'lishi mumkin emas, menga litsna yoqdi. Endi mana Gumma xonimni xonimiga gap yo'q. Perfect. Endi esa gummalariga navbat. Bismillah. Sosiskali gumma. Sosiskalar to'liq ichiga qoplangan, ortiqcha xamir yo'q. Haqiqatda gap bo'lishi mumkin emas. Endi yoqyapti. Zo'r, gap yo'q. Kartoshkaliga navbatni beramiz. Bismillah. Wow, bularga shunaqangi mehr bilan tayyorlasa ham. Ishoninglar, oldin yeganimda yoqmaganimda, endi bular haqiqatda o'zgartirishdi. Ta'mlar endi zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Albatta yeb ko'ring va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Sizga yoqdimi yoki yo'q? Qolamiz. Bir ma'lumotni aytib o'taman. Bu pizzalar duxovkada emas, tandirda pisharkan. Ishoning, tandirda pishgan pizzani yeb ko'rmaganman, endi yeb ko'raman. Bismillah. Buni kiyobola pizza desa ham bo'laveradi, qazli pizza. Bilgan biladi. Bu hamma pizzalar tandirda pishirilar ekan. Bunisini ham yeb ko'ramiz. Bismillah. Haqiqatda tandirda pishirilgan pizza o'zgacha kayf berar ekan, boru. Maza qilib yeyishga tavsiya qilaman. Bu tandir pizzalarni yeb ko'ringlar, o'z fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldirib ketinglar. Sizlar bilan yeb ko'ramiz bo'ldi. Bizga esa yoqimli ishtaha, hammasini yeb olishda o'zi bo'ladimi? Kelinglar, yeb ko'ramiz. Xonimlariga, pizzalariga, ayniqsa tandirda pishirilgan pizzalariga gap yo'q, juda yoqdi. Tavsiya qilamiz, kelib yeb ko'ringlar.